Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz Farg'ona shahar Beshboladagi Rustam akani xonadonidamiz. Ushbu orqamizdagi obyektni fasadini qo'ligil ustakalarimiz chiroyli qilib bitkizib bergan. Ismi Shukur aka. Shukur aka bilan batafsil to'xtalib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum Shukurjon aka. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Bu siz qilgan fasadni Instagramga joyladik, shov-shuv bo'lib ketdi. Bu batafsil so'rashyapti, shu qanaqa bo'ladi, razmeri qanaqa, bu orqasiga nima qo'yilgan, shunga bir batafsil ma'lumot berib o'tsangiz aka. Mana shoplari aynimi, nima bu, yo Angola Black deyapsizlar? Bu qanday kesdinglar buni? Ko'pchilik ayni deb o'ylayapti. Eronda g'ishiga choyka ko'pchilik bunaqa narsa qilmasdi, endi bizda ideya kelib qolib qildik. Bu Angola Black. Angola Blackni advankasi hali Xitoyda metall granitda bu. Bunaqa narsasi bu. Buni 0.8 ga kesib, choyka berib chiqqanmiz. Orqasi hozir yumshab turibdi buni orqasida. Nima bor? Orqasida kafelnikilarga qo'yilgan-ku bu g'ishlar. Kafelnikilarga qo'yilgan. Xo'p, sinab ko'rish qanchalik ushlashligini bilishlik uchun biz o'zimiz bir 9 tasini terdik-da, terib turib ko'chirib ko'rdik. Hammasi shu vaqtda ko'chirib chiqdi. G'ishni ochib qo'ydi endi hali nima deydi? Qon yulib chiqdi. Aziz do'stlar, mana pishig'ishga suvoq qilingan ekan. Suvoqning ustiga buni kley bilan yopishtirishganda, probaga yopishtirib, ko'chirib ko'rishganda suvoqni ham ko'chirib, g'ishini ochib qo'yibdi. Cho'rnova g'ishini. Shunchalik mustahkam ushlabdi. Sababi mana g'ish ham o'ziga yaxshi namlaydi, nima rastvor tortgandan keyin bidon bo'lib ketadi. Bu ancha munchaga tashlab yubormaydi. Necha yil garantiya berasizlar misol uchun mana shu ishga? Garantiyasi turaveradi aka, bir uy turguncha turaveradi, xudo xolasa. Turaveradi. O'zlari zerikib buzib yubormaguncha turaveradi bu g'ishlar. Bu g'ishlar haqida ma'lumot. Uzunligi 32 sm, balandligi 7 sm. Shamotniy g'ish deyiladi, o'tga chidamlik. O'zi 2000 gradusgacha chidaydi, lekin 1400 gradusda pishirilgan bu. Shamotniy g'ish, bejiviy rangi. Buni 2 xil, 3 xil ratsvetkalari bor. So'mniy ranglari bor, qoralari bor, temirga o'xshagan ranglari bor. Uni oq shop bilan ursanglar, yana ham go'zal ochiladi. Bu ochiqroq svetligi uchun qora shopda urilgan. Mana bularni ham o'zlari qilgan. Shukur aka faskalarigacha, bu ularda har bir faskalari pagonometrga yuradi. So'qillarigacha bitkizib bergan. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomga murojaat qiling. Bizda birinchi qo'l ustalarni eng oliysini biz orqali topishingiz mumkin. Shukur aka, rahmat, qo'lingizlar dard ko'rmasin aka. Sog' bo'linglar. Yaxshilab olinglar. Rahmat. Qo'ygandan